aka. Qani, yaxshimi? Kelin qolib, kuyov bilan olib qochib ketishmasmi? Yarashibdi. Yo'q. Baxtli bo'l, o'rtoq. Do'sting Akrom. Tinchlik ukam, nima bo'ldi? Tinchlik aka. Hozir. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. O'rtoq, bu ishni axir birga noldan boshlagan bo'lsa, nimaga endi ular qilyapsan, o'rtoq? Shu desang, sherikli oshni it yemas deyishgan. Necha pul berib yuboraysanga? Puling o'zingga buyura qolsa, o'rtoq. Ichingga rivoch. Pulli deb o'rtog'ingni yo'qotganingni hali tushunarsan. Assalomu alaykum. Akrom miydanmi? Akrommi? Xabaring yo'qmi? Do'sting bir hafta oldin olamdan o'tdi. Aka, shunchalik cheni oldim. O'zim ahvolimni o'zim bilmayman. Oxirgi iltimosim bor. Shuni bajaring. Ukam, unaqa dema. Hali ko'rmaganday bo'lib ketasan. Yo'q. Aka, siz men aytganimni qiling. Iltimos. Bunda. Bu SMS'ni kim menga jo'natdi? Men jo'natdim. Do'sting iltimoslaridan bittasi edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Glamour nomerni tanlaganingizdan xursandmiz. Biz eng chiroyli raqamni sotamiz va O'zbekistonning istalgan joyigacha yetkazib beramiz. Mana eng premium raqamlarimizni xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Mashina nomeri yaxshi ekan ukam. Men senga bitta adres beraman. O'sha yerga olib borib ber. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nomeri ham qitmiridan olibsan, ukajonim. Yo'q, aka, o'zim olmadim. Kimdir to'yimga to'yana qilib jo'natib yuboribdi. Kimligini ham bilmayman. Do'sting seni boshqacha yaxshi ko'rardi. Ba'zi odamlar yoningda bo'lmaydi. Lekin qoldirgan estaliklari bir umr sen bilan qoladi. Boqasan osmonlardan endi sen